sizlarga zo'r yengiligim bor. Iltimos videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxini ham videoning oxirida aytib ketamiz. Mana sizdan ham keldi. Narx qiziq bo'lsa videoni oxirigacha ko'ringlar. Boshqa informatsiya ham berib ketaman sizlarga. Mana shu prozrachniy smolamiz qolmagan edi, keldi sotuvga. Bu smola to'g'risida bir taxminan 10 dan oshiq video qo'yganmiz profilimizga, nimaligini tushuntirib odamlarga. Hozir yana obunachilar qo'shilgan-ku, hozir ko'pchilik yana so'rashi mumkin. Shuning uchun taklifim bor. Kim mana shu smola bilan ishlaydi, smola bilan narsa yasab, profil yurg'izadi. Shunaqalardan iltimos qilardik, plus qoldirsa, kim nimaligini, mana shu smola nimaligini bilmoqchi bo'lsa, shu profillarga kirib, nimaligini ko'rib, qanaqa narsalar yasashyapti, qiziq bo'lsa-da, ko'rib olsanglar bo'ladi. Bizga ham oson bo'ladi, sizlarga ham oson bo'ladi. Nimaligini tushunib olishlik uchun. Profil yurg'izadiganlarga nima foyda bo'lishi mumkin, foyda desanglar, ularga misol uchun kurs sotasizlar, odamlarga profilinglarni qanaqa narsa yasayotganinglarni reklama qilasizlar-ku. Sizlarga ham bitta reklama bo'ladi deb o'ylayman. Meni fikrim, yana o'zingizlar bilasizlar. Narxi keladigan bo'lsa, smolani bu 40 ming so'm, o'zgarmadi narxi. Oqi ham bor buni. Mana simimiz. Qaranglar, katta ruloni kattasi, bu xolisi, katta kichikligiga farqi yo'q. Mana maydasidan ham bor. Bu razmeriga rol o'ynaydi. Narxi 15 mingdan.